1899-yil. Kovboylar va qurolli zo'ravonlarning davri tugash arafasida. Amerikada asta-sekin qonun-qoidalar kuchga kirayotgan davr. Yovvoyi g'arb ham qonunlarga bo'ysunishni boshlagan. Ammo hali ham bir nechta banditlar guruhi qonunlarga bo'ysunishdan bosh tortayotgan edi. Qonunlarga bo'ysunmaganlar yo qo'lga olinar, yo o'ldirilardi. Va bu aynan shunday guruhlardan birining hikoyasi. Red Dead Redemption 2. Rockstar uchun o'yinlar shunchaki vaqt o'tkazish vositasi emas, balki butun bir dunyoni yaratish san'atidir. Siz yaxshi biladigan GTA o'yini yaratuvchilaridan yana bir shedevr. Bu o'yin o'z qoidalari, ritmi, sarguzashtlari bo'lgan butun boshli olamdir. Red Dead Redemption bu shunchaki o'yin emas. U o'tmish va shafqat, erkinlik va zo'ravonlik, axloq va jazoni ifodalovchi interaktiv romandir. Ushbu o'yinda siz asosiy qahramon bo'lgan Artur Morganni boshqarasiz. Artur oilasi kabi sevadigan Dutch boshchiligidagi Vanderlin banditlar guruhi a'zosi. Bu guruh 1900-yillarda Amerikada banditlik bilan shug'ullanadi. Bu davr Amerika tarixida katta o'zgarishlar boshlangan vaqt bo'lib, texnologiyalar, kapitalizm, qonun va tartib kuchaymoqda. Ammo o'yin qahramonlari agar qonun-qoidalar kuchaysa, erkinligimiz yo'qoladi deb hisoblaydi va shu sababli qonunga bo'ysunishdan bosh tortadi. Ushbu o'yinda o'ynar ekansiz, qahramon yuzlashadigan sinovlar va dramatik lahzalarda aynan siz qaror qabul qilasiz. Bu shuni anglatadiki, aslida siz o'yinni emas, o'yin sizni hissiyotlaringizni o'ynamoqda. Sizni sinovdan o'tkazmoqda. Qahramonni, ya'ni o'zingizni bu virtual olamda yaxshi yoki yomon qilib tarbiyalash tamoman o'zingizga bog'liq. Rockstar sizga o'yinda qahramonni istalganingizcha boshqarish va qarorlaringizni natijasini o'z ko'zingiz bilan ko'rish imkoniyatini beradi. O'yinda yagona ssenariy mavjud emas. Barchasi sizni qarorlaringizga qarab rivojlanadi. Eng asosiysi, o'yinda siz faqat qurol bilan jangarilik qilishga majbur emassiz. Balki shunchaki baliq tutib o'tirishingiz yoki o'yin olamida sayohat qilishingiz ham mumkin. Keling endi esa o'yinni haqiqatan ham san'at darajasiga olib chiqqan ba'zi jihatlar haqida gaplashamiz. Misol uchun, o'yin tabiatida 200 turdan ortiq hayvonlar, qushlar, baliqlar, ayiqlar, yovvoyi otlar, kiklar va alligatorlar mavjud. Har bir hayvon o'z yashash hududi, odatlari va o'ziga xos yurish modeli bilan yaratilgan. Ov qilishda shamol yo'nalishi, izlar, hayvonlarning sezgirligi real holatdagidek inobatga olinadi. Agar siz qorli ob-havoda qahramonga to'g'ri kiyim tanlamagan bo'lsangiz, u kasal bo'ladi va uni davolashingiz kerak bo'ladi. Masalan, siz ot ustida yurganingizda kamera avtomatik kino burchaklariga o'tadi. Qiyalikdan chiqqanda yuqoridan pastga tushgan dron kadrlar. Shahar ko'chalarida yurishda esa yon tomondan western film uslubidagi kadrlarda o'yinni tomosha qilishingiz mumkin. Shu tariqa o'yin musiqasi ham joylashuvingiz va holatingizga qarab moslashadi. Masalan, sokin o'rmonda arfa va gitara ovozi eshitilsa, jangovar vaziyatlarda esa kuchli ritmik musiqa yangraydi. Shu sababli ochiq dunyo o'yinlar janrida Red Dead Redemption 2 o'yini boshqa o'yinlardan o'zining tabiat, ob-havo, odamlarning kundalik ishlari, hattoki otga parvarish qilish kabi reallikka yaqin jihatlari bilan ajralib turadi. Bularning barchasi sizni dunyoga to'liq cho'ktiradi. O'yindagi har bir NPC o'z jadvaliga ega, har bir kichik voqea yashirin hikoyaga ulanadi. RDR 2 o'zining NPC'lari bilan o'yin tarixida yangi bosqichga chiqdi. Har bir NPC o'zining kunlik jadvaliga ega. Ular tongda uyg'onadi, nonushta qiladi, ishga ketadi, kechqurun uyga qaytadi. Bu ishlar avtomatik emas. Ularni ko'z bilan kuzatib borish mumkin. Masalan, Valentine shahridagi bir qassob har kuni ertalab do'konni ochadi, kechqurun esa pivoxonaga boradi. Boshqa o'yinlar, masalan Skyrim yoki Cyberpunk 2077 o'yinlarida NPC'lar shunchaki fon sifatida xizmat qiladi. Ular joylardan qimirlamasdan turadi yoki harakat qilsa ham ssenariydan tashqariga chiqmaydi. Boshqa o'yinlarda NPC'lar siz bilan nima sodir bo'lganini eslamaydi. RDR 2 da esa har bir shahar, har bir odam sizsiz ham yashaydi. Siz esa ularning hayotida faqat mehmonsiz. Shu narsa uni boshqa o'yinlardan ajratib turadi va RDR 2 interaktiv hikoyachilikda yangi davr boshlab berdi.
O'yindagi grafika, ovoz va muhit reallikka shunchalik yaqinki, u har qanday o'yinchini o'ziga bog'lab oladi. Tongda tog'lar ortidan chiqqan quyosh, daryo bo'yida paydo bo'lgan tuman, qor ustida ezilgan izlar. Bularning bari nafaqat ko'zni quvontiradi, balki o'sha joyda o'zingizni haqiqiy odamdek his qila boshlaysiz. Masalan, qorli tog'da yurib borayotganingizda shamolning ovozi, muzlagan nafas, otning og'ir yurishlari, hammasi sizni shu sovuq makonda yashayotgan odamga aylantiradi. O'yindagi musiqa esa bu oddiygina fon emas. U his-tuyg'ularning tarjimoni. Har bir dramatik sahna yolg'izlik onida yurakdan joy oladi. Artur o'lim oldidan tog'lar o'rtasida o'tirib, osmonni tomosha qilayotganda chalinadigan musiqa bu shunchaki yuqori darajali san'at. Siz o'yin emas, hayot bilan xayrlashuvni tomosha qilayotgandek bo'lasiz. Rockstar o'yinning har bir kichik detallariga san'at darajasida e'tibor qaratgan. Hatto o'yin qahramoniga ovoz beradigan aktyor Roger Clark aynan ushbu ovozi bilan juda katta mashhurlikka erishgan. Aktyor Artur obrazini faqat ovoz bilan emas, balki his-tuyg'ular bilan ham ijro etgan. Uning ovozi chuqur, g'amgin, ammo kuchli. Arturning ruhiy holati ham mukammal aks ettirilgan. I was the prize pony once, but this life, you don't look so good. Shu sababli u Game Awards 2018 Best Performance mukofotini qozondi va RDR 2 ssenariysining emotsional yuragi deb tan olindi. Qisqa qilib aytganda, ssenariy roman darajasida yozilgan, atmosfera film darajasida tuzilgan. Ular birlashganida esa o'yinning o'zi san'atga aylanadi. Bunday san'at darajasidagi o'yinning ortida esa juda katta mehnat va mablag' yashirilgan. Keling endi o'yinning sahna orti bilan tanishamiz. Rockstar Games o'yin ishlab chiqarish uchun $500 million mablag' sarflagan, ammo o'yin qisqa vaqt ichida $1 milliard ortiq daromad ishlab topgan. Red Dead Redemption 2 o'yinini ishlab chiqishda esa 1000 dan ortiq mutaxassislar bir necha yil mehnat qilishgan. C++ dasturlash tili esa o'yinlarni ishlab chiqishda keng qo'llaniladigan dastur tili hisoblanadi. O'yinda dasturchilarning yuqori mahorati ushbu jihatlarda yaqqol ko'rinadi. Masalan, o'yindagi NPC'lar va ularning xulq-atvorlari yuqori darajada sun'iy intellektga asoslangan. Har bir personaj o'zining individual xulq-atvoriga, joylashuviga va o'yindagi vaziyatga qarab turli xil reaksiyalarni ko'rsatadi. Bu esa o'yinni yanada interaktivligini oshirib, o'yinchi uchun yanada dinamika va qiziqarli tajriba yaratadi. Red Dead Redemption bu shunchaki o'yin emas. Bu siz rol ijro etadigan, yuragingizni ezadigan va yangi san'at turi deb hisoblanadigan jonli film. U Avatar, Endgame, Titanic filmlaridan ko'proq daromad keltirgan, ammo hech qachon kinoteatrlarda namoyish etilmagan. Namoyishdan keyin ilk 3 kunlikda Avatar $241 million daromad olib kelgan bo'lsa, RDR 2 esa $725 million daromad olib kelgan. Ko'rib turganingizdek, hikoyaga asoslangan o'yinlar bu shunchaki qiziqarli vaqt o'tkazish uchun vosita emas. Ular inson ruhiyatini, axloqiy mezonlar va tanlovning natijalarini chuqur o'rganish imkonini beradi. Bu o'yinlar o'yinchini faqat yirtqich dushmanlarga qarshi emas, balki o'z vijdoni, qadriyatlari va haqiqatni murakkabligiga qarshi kurashishga undaydi. Bu o'yinlar bizga shuni ko'rsatadiki, haqiqiy qahramonlik bu dushmanlarni yengish emas, balki o'zimizga qarshi kurashdir. Ular bizga tanlovimiz natijasini his qilish, ularni muhokama qilish va ular ustida o'ylash imkonini beradi. Agar sizni ushbu o'yin sanoati qiziqtirib qo'ygan bo'lsa, ushbu sanoatda o'z o'rningizni topmoqchi bo'lsangiz, Xalqaro Game Dev HQ o'yin dasturlash kursi sizga aynan shu imkoniyatni taqdim etadi. Siz ushbu kursda uyingizdan chiqmasdan AQSh ta'lim standartida tahsil olasiz. Kurs davomiyligi 8 oy bo'lib, bu davrda siz C# va C++ tillarida hamda Unity va Unreal Engine kabi o'yin yaratish platformalarida ishlashni o'rganasiz. Kurs haqida batafsil ma'lumotni video ostidagi havola orqali topishingiz mumkin. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Kelajakda siz ham dunyo miqyosidagi o'yinlar yaratishga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Game Dev HQ kanaliga obuna bo'ling va fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videoda ko'rishguncha